Xo'sh, do'stlar, qaranglar, mana hozir временный питание uladim. Oddiy kabel bilan nolga, fazaga. Hozir sopradjeleniani tekshirib ko'ramiz. Qanaqa sopradjeleniya berishini bitta ko'rib olamiz. Xullas, hozir sopradjeleniani tekshirib oldim. Kadr o'rtada bo'lsa ham tekshirib chiqishga qo'lim neudobniy bo'ldi, o'shaning uchun ipga bermaysizlar. Xo'p, bismillah. Svetda yoqish boshlaymiz. Tak. Так, инвертор включился. Ketish питание bo'yicha tok ketdi. Panel havo buluti yo'q. 1 2 3 4 5. Lekin bizda bu yongan bo'lish kerak. Yondi, bu ishladi. Hop yondi. Xo'p, ana endi do'stlar, haligi. Xo'p, bitta svetimiz yondi mana. Kulchatildi. Bu tomon ham yondi. Xudoga shukr. Boshlanishi yomon emas. Xo'p. Bitta proverka qilib chiqsak. Xudo xolasa, yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Koridor. Xo'p, koridorda kesagimiz bor ekan, bittagina yondi faqat. Bitta yondi. Bitta o'chirib qo'yamiz, topkamligi uchun. Xo'p. Devordagi svet ishladi. O'chirib qo'yamiz. Xo'p, mana bu esa nimagadir ishlamadi buni. Kasalini topamiz keyin. Xo'p, bu xona tamam yondi, mana yonib o'chyapti. Bu to'rtta ham ishladi. Xo'p, bu hammasi ishladi. Bu ham ishladi. Xo'p, bu ham ishladi. 6 ta ham yondi. Xo'p, ikkinchi etajda koridorda bor kesak va mana bu xonada nimagadir patolog svetlari yonmadi. Xo'p, buncha uni almashmagan, значит. Keyin tekshiramiz. Xo'p, dalshi. Endi birinchi etaj tekshiramiz. Invertor yonyapti. Xo'p. Tashqarisi. Tashqari ham yonmadi. Tut. Bu faqat tashqarini svet ekan. То есть. Правильно, tashqarini sveti bu. Xo'p, bir boshdan boshlaymiz. Xonada bittagina kesak bor. Bu yonib o'chyapti. Buni to'g'rilaymiz. Bu, скорее всего, shtikerdan chiqib ketgan. Xo'p. O'chirib qo'yamiz. Yapga bermaysizlar. Kabelimiz ingichka. Все-таки временный питание berganman. Xo'p, bu tomonda bu yondi. Bu tomonda esa faqat ikkita yondi. Buni ham скорее всего shtikerdan chiqib ketgan bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi dalshi. Bu yerda 6 ta hammasi yondi. Bu ham yondi. Xo'p, bu xonada kesak yo'q. Hozircha. Dalshi. O 6 ta hammasi yondi. Bu ham 2 ta ham yondi. Koridor. Koridorimizda hamma svetimiz yondi, adashmasam. Aha, hamma svetimiz yondi. Yaxshi. Tashqari
Svetimiz ham yondi, Xudoga shukr. Что меня не радует? Не должен радовать. Xo'p. Kasakchalarimiz bor, o'ziga yarasha. Bularni hozir ispravit qilamiz. Bu xonada mana va mana bu xonada ikkita kasak va ikkinchi etajda ikkinchi etaj. Mana bu xona umuman yonmadi. Mana tekshiramiz va koridorimiz ham koridorimizda bor. Bittagina yondi. Xo'p, shularni hozir to'g'rilab ko'rib chiqamiz va xudo xolasa so'mkasini qo'yaman.